Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, hurmatli kuzatuvchilar. Men Eminov Bekzodbek Abdujabborovich sizlarga axborot texnologiya asoslari fanidan bugungi mavzuyimizni o'taman. Bugungi mavzu juda qiziqarli va foydali mavzu. Bu kompyuter rivojlangandan so'ng rivojlanishni boshlab juda odamlarni qiziqishiga va boshqa imkoniyatlarni yaratib berishiga sababchi bo'lgan tarmoq haqida. Bilamiz, hozirgi kunda tarmoq kompyuter sohasida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bu mavzuda har bir foydalanuvchi bilishi, har bir o'quvchi o'rganishi shart deb hisoblaymiz. Ya'ni bugungi mavzuyimizga vaqt o'tkazmasdan qaytamiz. Fanimiz axborot texnologiya asoslari, o'qituvchi Eminov Bekzod Abdujabborovich. Mavzu kompyuter tarmoqlari va tarmoq texnologiyalari. Rejamizga kelamiz. Lokal kompyuter tarmog'i, tarmoq topologiyasi. Ikkinchisi global kompyuter tarmog'i va internetning rivojlanish tarixi. Lokal kompyuter tarmog'i bu kompyuterlarning aloqa liniyalari orqali o'zaro bog'lanishi bo'lib, unda foydalanuvchilar axborot resurslaridan birgalikda foydalanishlari, o'zaro ma'lumot almashishlari mumkin. Ikki yoki undan ortiq kompyuterlarni birlashishiga bu lokal tarmoq deyiladi. Endi lokal tarmoqlar ko'payib, bir-biriga yaqin bo'lgan, o'nlab, yuzlab metr masofadagi joylashgan kompyuterlarning birlashmasi esa mahalliy tarmoq, ya'ni LAN deb nomlanadi. LAN odatda bir bino, muassasa, tashkilot yoki korxona ichidagi kompyuterlarni bir-biriga bog'laydi. Lokal kompyuter tarmog'i bir qator vazifalarni osonlik bilan hal qilish imkonini beradi. Masalan, saqlanadigan ma'lumotlar, o'zgartirilgan ma'lumotlarning hajmini oshirishda va ularni ma'lumotlarni bir-biriga uzatishda yengillik beradi. Endi bu lokal va global tarmoqqa kelsak, global tarmoq bir-biridan uzoq bo'lgan yuzlab, minglab kilometrdagi masofadagi kompyuterlarni birlashishiga aytiladi. Global tarmoq qit'alararo kompyuterlarni ham butun dunyodagi kompyuterlarni bir-biriga bog'laydi. Global tarmoq quyidagi muammolarni hal qilish imkonini beradi. Ya'ni pochta orqali jo'natiladigan ma'lumotlarni oddiy xat orqali jo'natsa, qanchadir ma'lum muddatda yetib borsa, vaqt ketsa, bu global tarmoq orqali esa ma'lum soniyalar ichida yetib boradi. Shunaqa imkoniyatlar beradi. Ishlar tezlashadi, ishlarni osonlik bilan hal qilish imkonini beradi. Mana lokal tarmoqning ikkita asosiy turi mavjud. Birinchisi teng huquqli. Mana teng huquqli ko'ryapmiz. Mana e'tibor beringlar. Hammasi teng huquqli bu yerda kompyuterlar. Teng huquqli tarmoqni yaratishda eng sodda va eng arzon usul bo'lib, u o'z foydalanuvchiga kerakli ma'lumotlarni, shu jumladan internetga kirish uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni taqdim eta oladi. Bunday tarmoqning asosiy xususiyati shundaki, uning har bir ishtirokchisi bir xil huquqqa ega. Bu teng huquqlidir. Endi ikkinchi turi ajratilgan serverga ega bo'lgan tarmoq yoki mijoz server. Uning asosiy xususiyatlari ma'lumotlarni uzatish tezligi va xavfsizligi darajasi hisoblanadi. Mahalliy tarmoqning ishlashini ta'minlaydigan va foydalanuvchilik resurslaridan yetkazib beradigan kompyuterni server deyiladi. Bu boshqa foydalanuvchilarga fayl yoki printer manbalariga murojaat qiluvchi kompyuter mijoz deyiladi. Ya'ni asosiy kompyuter bitta bo'ladi-da, qolganlari shu asosiy kompyuter orqali ishlarni bajaradi. Ya'ni teng huquqli emas. Asosiy huquq bu server kompyuterda bo'ladi. Mana mijoz server turidagi tarmoq. Hamma kompyuterlar hub va switch qurilmalari orqali bitta joyga to'planadi va uni server kompyuter orqali boshqariladi. Ana endi tarmoq topologiyasiga kelsak, misol eng hozirda ko'p foydalanayotganimiz bu 3 xil topologiyani ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchisi misol shina, tarmoq topologiyasi. Bu barcha kompyuterlarni bitta aloqa liniyasida parallel ravishda ulanadi. Har bir kompyuterdan olingan ma'lumotlar bir vaqtning o'zida bir xilda barcha kompyuterlarga yetkaziladi.
Endi yulduzsimon har bir kompyuterga alohida kabel orqali umumiy qurilmaga ulanadi. Ya'ni hozirgi server kompyuterli orqali aytganimizdek, o'sha shunga misol bo'ladi. Shu yulduzsimon topologiya bo'ladi. Hamma kompyuter alohida hub va switch qurilmalarga ulanadi, undan so'ng server kompyuterga ulanadi. Bu endi halqasimon topologiya. Kompyuterlar halqada ko'rinishda ketma-ket birlashtiriladi. Halqadagi ma'lumotlar uzatish har doim bir yo'nalishda amalga oshiriladi. Ya'ni ketma-ket bir-biridan ma'lumotlar o'tib boradi. Biz hozirda eng ko'p foydalanadiganimiz bu albatta yulduzsimon topologiya. Yana bizga zarili. Mana bu kabellarni, bizga zarur kabellarni ko'rinishi, koaksial kabellar. Biz kompyuterlarni birlashtirishda shu kabellardan foydalanamiz. Optik tolali kabellar bu internet tarmog'ini ma'lum tochkalarga yetkazib berishda foydalaniladi. Mana internet tarmog'iga yetib keldik. Internet tarmog'i bu ma'lumotlarni saqlash, uzatish uchun butun jahondagi kompyuterlarni birlashtiruvchi tarmoq deyiladi. U o'zini boshqarish xususiyatiga ega bo'lgan murakkab texnik tizimdan iborat. Internetning o'z-o'zidan rivojlanishi tobora ko'proq yangi tarkibiy qismlarni qo'shib, uni kengaytirish orqali sodir bo'ladi. O'sish va rivojlanish internetning 3 ta yo'nalishida bir vaqtning o'zida va mutanosib ravishda amalga oshiriladi. Ya'ni apparat, dasturiy ta'minot va axborot ta'minotidir. Mana ko'ryapmiz, internetning rivojlanish tarixi 4 ta asosiy bosqichdan iborat. Birinchi bosqich 58-69-yillarga to'g'ri keladi. AQShning mudofaa vazirligidan birinchi bo'lib ARPANET tarmog'i yaratilgan. Ikkinchi bosqich 69-83-yillarda milliy tarmoqning barqarorlashtirilishidan iborat bo'lib, TCP/IP ma'lumotlarni uzatish protokollari ishlab chiqilgan. Ana endi 3-bosqich esa 1983-93-yillarda internetni xalqarolashtirish, TCP/IP umumiy protokoli asosida milliy kompyuter tarmog'i yagona tizimga birlashtiradi. Bu 1983-yilga to'g'ri keladi. Bugungi mavzuyimiz qisqacha shunday. Bu mavzu keng mavzu. Albatta yana bu mavzuni qo'shimcha darslarimiz orqali o'zlashtiramiz.